Videoni oxirigacha kuzatgan inson aka pensioner hojdag'a hojonalarimizga 3 million so'mdan qo'yib qo'ydim. Sog'liqlar. Sog'liqlarni. Joningiz omon 33 millionga aka Samarqandgacha yetkazib borib beraman. Chiroyli xayri bor. 11 ta. 11 tasi. Qadrli kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz, akalar, videomizni kuzatib, ko'rib, tomosha qilyapsizmi akalar? Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Biz sizlarga yaxshi dalilishda davom etaveramiz. Video syomkalarimizni boshlayamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Ozodbek Uz kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimistlar, arzonchilar yig'ilgan qishloq Saroydamiz, qadrli kuzatuvchilarimiz. Sizga zo'ridan yaxshi deyilinishda davom etamiz akalar. Bugun chorshanba kuni Xudo xolasa sizga mana shunaqa original oq quloq oq tumshuqlaridan, zo'rlaridan o'zi to'laydigan simjun variantlaridan Xudo xolasa ko'rsatishda davom etaveramiz. Qo'llab-quvvatlab bittadan like tugmachasini bosib qo'ying. Biz ma'lumotlarni Xudo xolasa mana shu arzonchi ukamiz. O'zim mehmonimizga emas, mezbonimizga aylanib ulgurgan. Siz Ozodbek Uzning obunachilari, aka-ukalar. Xudo xolasa bugungi aka 5 partiya qo'zg'ochqarlar bor, sog'liqlar bor. Hammasini chiroyli qilib video syomka qilib berishga harakat qilamiz. Gap yo'q, arzon bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursin, Xudo xolasa arzon bo'lsa kommentariyaga qo'llab-quvvatlashsa ish bitadi. Obunachilar uchun ishlaymiz, Xudo xolasa. Gap yo'q. Bugun akalar sizlar uchun ishlaymiz. Xudo xolasa yuzini qarang bo'ladi, tiniqligini. Akalar chiroyli holatda kommentariyada yozib, ota-onangga rahmat, chiroyli holatda qo'ylar keldi deb akalar belgilab ketinglar. Xudo xolasa oldim degan aka-ukalarimizga chiroyli sotdim deyilgan joylardan, yiriklaridan, dumbarazli izlari kelgan, orqa oldilari zo'r holatdagisini sizlarga chiqazib namoyish qilaveramiz. Demak, bugungi 5 partiya. Birinchi partiyamizga nechta chiqdi? 20 bosh, Xudo xolasa bir pachka. Novat ranglaridan. Bitta bodom guli ham bor ekan. Oq quloq, oq tumshuqlardan aka, Xudo xolasa. Gap yo'q. Holati idealni, yedi ishtisi, sog'lik salomatligi yaxshi aka. Ha, bir hafta kafolati bor aka. Qirg'iziston Bishkek qo'zini boqaman degan ishqiboziga Xudo xolasa tavsiya qilamiz. Tavsiya qilamiz, Xudo xolasa, gap yo'q. Qadrli kuzatuvchilarimiz, nasldor qo'chqorlarda ishqibozlari, telefon qiling, ishingizni bitkazing. Xudo xolasa sizga zo'rdan ilinishda davom etamiz. Uka, bunday narsa. Hozir soat millarimiz rost mana peshin mahal bo'ldi-da uka. Issiq rosa tobida. Qo'ylarni ham o'zimizni ham ko'p qiynamaymiz-da, dangal ma'lumotlar bilan, dangal narxlar bilan bitta gapirib qo'ya qolamiz, uka. Yosh oylik aka 7 oylik filsda, 7 oylikka hisobini chiqarishaveradi aka. Gap yo'q. Soni 20 bosh. Xudo xolasa yemga tayyor variantida. Ha, sog'liq yo'q orasida. Menga tan. Pichma sog'liq bo'lsa, menga tan. Gap yo'q. Bo'ylari nechi bo'lardi? Bo'ylari aka 75 plus minusga beraman. 75 plus minusga. Xudo xolasa alohida video syomka qilib tashlab berilaveradi. Bo'yiga qiziqadigan insonlar aka. Video syomka qilib olib kelmaganman. Ana shunday. Hisobini chiqarib olsin deb 75 plus minusga olishaveradi. Joningiz omon bo'lsin. Bularda Xudo xolasa yetkazib berish xizmati qanaqa bo'ladi? Samarqandgacha ketaveradi aka. Besplatno holatda. Ha. Oldi ketidan to'lovga kelgan Xudo xolasa. Joningiz omon bo'lsin. Oldi ketidan to'lovga kelgan, Samarqandgacha besplatno dastavka xizmati bor akalar. Kelib ko'raman deganlarga lokatsiyalar tashlab berasiz aka. Xotirjam aka kelishaveradi, tepasiga ko'rib savdosini qilishaveradi aka. Narxini qanaqa bo'lyapti? Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa aka bittasi 20 tasini bir joyga tortdim degan insonga 4 million 300 ming so'mdan barakasini bersak. Gap yo'q. Xayr o'zi 4,5 ni ko'taradi aka. Xayri sunnati bor. Ozmoz xayrini qilib beramiz aka. Xayri sunnati akalar bo'ladi. O'tib beriladi akalar. Telefon qiling. Hech kim aytganiga sotmagan qadrli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolasa oldim degan aka-ukalarimizga Xudo xolasa sotiladigan joyi akalar mana sizlarga varianti zo'r. Ozodbek aka, Xudo xolasa buni bitta ikkita ishqiboziga bo'lsa 4 million 400 ming so'mga vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib borib beraman aka. Ha, tanlab olishsa. Tanlab olishsa oyog'idan tortib olaman degan. Endi pilus yonida minisi ham bo'lar-a? Qilib beramiz aka. Bo'p kelgan u. Bo'p kelgan. Pilus bo'lyaptimi akalar, bitta ikkita ham minusi ham bo'ladi, o'zlari chiqazib berishadi. 5 ta, 6 ta olaman. Ukalib turib shunday qo'rani eshigini ochaman, chiqqaniga 4 million 300 mingdan pul beraveradi. Optim narxda. Optim narxda ketaveradi aka. Gap yo'q. Mana akalar, haydab olishga optim narxda. Qadrli kuzatuvchilarimiz, telefon qiling, shoshilib qoling, originaldan zo'rdan ilinishda davom etaveramiz. Biz keyingi partiyalamizga sekin navbatni bersak ham bo'laveradi akalar. Qadrli kuzatuvchilarimiz, endigi navbat akalar, yana ham yirik qo'chqor ekan bular. Yirikligi shundoq o'zi oyoq qo'lini cho'zganidan bilinib turibdi, Xudo xolasa. Holati ideal. Nechta chiqdi bular? 18 bosh aka. 18 bosh qo'chqor, 12 tasi qo'chqor, 6 ta surg'och. 6 ta surg'ochi. Demak, 18 ta. Qolgani Xudo xolasa akalar varianti mana zo'rlar mana yirikligini qarang mana qo'zlari.
Xudo xolasa bularda yosh oyligiga qanaqa uka? Yosh oylik 7-8 oylik atrofida aka. 7-8 oylik atrofiga Aha. beraveramiz. 7-ishtisiga sinamog'i bor a? Bir hafta kafolati bor aka, bir kasadan arpasini yeb turgan. Voy gap yo'q. Xudo xolasa yemini yeb turgan, yemga tayyor ekan. Yemini yeb turgan aka. Bunda yuzlariga qo'rsangiz to'qlarni keyin o'tib qolgan. Basharalar. Xudo xolasa akalar to'qliga o'tib qolgan varianti. Qadrli obunachilarimiz, aloqaga chiqqan odamda ishini bitkazib yuboramiz, qadrli kuzatuvchilarimiz. Bularda bo'y bastlari necha chiqyapti? Mana o'lchaveramiz aka. Xudo xolasa o'lchab, ko'rsatib, namoyish qilib, akalar ketilaveradi. Qadrli kuzatuvchilarimiz, sirrazi bismillahirrohmanirrohim. Tekis ushlang. Mana yerdan balandligidan olib boramiz. 75 pilis ekan, 80 ga yaqin ekan. 1 sm, 1,5 sm 80 ga kam ekan. Uzunligi ham mana uzun ekan bular. Oyoq qo'ldi, baquvvatligini ham e'tibor bering. Nechiga beramiz? 75 pilisga? 75 pilis minusga olasiz aka. Minusini ham bo'yiga tortishilmaydi. Material emas. Yo'q. Gap yo'q. Bo'yiga Hammasini qarang, sifat o'ta ideal, xudo xolasa ertaga boqqanga arziydi, tikkan pulni oqlaydigan narsa. Inshaalloh, inshaalloh. Bularning dastavkasi Samarqandgacha ketaveradi, bir tortarga aka, besplatno. Gap yo'q. Sinamog'ini bir hafta bir hafta kafolati bor, xotirjam. Ukol vaksinasi mendan Ozodbek aka. Obunachilarga aytib o'tib ketay. Ukol vaksinasi mendan aka beriladi akalar. Birinchi emlashini o'zlari qilib berishadi akalar. Bularning narxi necha pul? Xudo xolasa aka buni ham aka bir joyga. Sariqladi puldan 40 Joningiz omon bo'lsin. Alloh barakasini bersin. Rang tanlanmaydi. Yo'q aka, monoqozlar aka yengil bahosi 4,5 million. O'z ichida yuribsiz. Mana o'zi. Yengil bahosi 4,5 million. To'g'ri. Ketaveradi ichida. 4 million 300 ming so'mdan Samarqandgacha yetkazib beraman. Alloh barakasini bersin. Gap, xayri bo'ladi baribir. Ozmoz bir tortarga aka. Insof bordi, barakasi bor. Akalar aloqaga chiqaverasiz, xudo xohlasa. Yana bitta gap aka, ichidan tanlab olinsa aka, holatiga qarab kelishtirib beraman. Ana shunday. Bitta Plusi ham bo'ladi, minusi ham bo'ladi aka. Minusi ham bo'ladi, plusi ham. Hamma joyda plusi o'rnida minusi bo'lganda bo'ladi. Akalar telefon qilaverasiz, qanaqa savollar ham bo'lsa, ukalarimiz 24 soat aloqada. Biz endi navbatda keyingi partiyaga beramiz akalar. Qadrli kuzatuvchilarimiz, xudo xolasa akalar sizlarga tavsiya qilinadigan endi keyingi partiyamizga ham navbatni berib oldik. Bularda ham ma'lumotini asta-sekinlik bilan ukamiz o'zlaridan chiroyli qilib eshitib o'ramiz. Demak, soniga nechta chiqdi? 36 bor. 36 bosh. Yo'q, adashdim hozir aka. 36 bosh deysiz. Soni 19 tachi. 19 ta. Qo'qib yordingiz. Shuncha qo'y bormikin şey dedi. Ko'paysinlar ham borda, o'shani ham saqlab qo'yaribsiz-da. Ey, gap yo'q. Sirazi. Mashalloh. Xudo xolasa bularning yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi 6 oy pilisda aka. 7-ishtisiga bir hafta kafolati bor. Kafolati bir hafta bor. Xudo xolasa bo'ylari o'zi normalniy ekan. Nechaga boramiz? Bo'ylari 70 pilis minusga olasiz aka. 70 pilis minusga bo'y bastlarini xudo xolasa olinaveradi. Eng muhim joyi o'zi narxida. Narxini necha pul qo'yamiz? 7 ta urg'ochisi bor aka, qolgani qo'chqor. O'p soni 19 ta. Bir joyga oladigan odamga xudo xolasa Samarqandgacha yetkazib olib beraman. 3 million 600 mingdan Alloh barakasi. Janingiz 3 million 600 dan. 600 ming so'm. Xayri bo'ladi. Bir tortarga xayri bor. Xayri bor, ha? Bitta ikkita tanlab olaman degan ish qog'oziga 3 million 700 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib olib beraman. Ye gap. Akalar telefon qilaverasizlar. Biz endi video syomkamizning keyingi partiyasini beramiz. To'la ma'lumotlarni ukamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli kuzatuvchilarimiz, endi so'nggi partiyamizga akalar bonusli variantlarni bir qo'yib yuboraylik. Bitta ikkita emas ekan bu yerda. 11 bosh. 11 bosh. Qo'chqormi? Hammasi urg'och. Ko'paysin variantda aka. Ash ko'paysinini akalar xudo xolasa qidirib yurgan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Soni nechta? 11 ta. 11 ta. Yosh oyligi 4 oylik pilisda. 4 oylik pilisga dastavkasi bor-a? Samarqandgacha ketaveradi. Sinamog'iga garantiyasini beramiz. Bir hafta kafolati bor. Bir hafta. Xotirjam sinavasi. Qo'l vaksinasi mendan aka. Ana shunday. Qo'l vaksina qilib, birinchi licheniyasini o'zlariga ham qilib berishaveradi. Qilib berilaveradi aka. Joningiz omon bo'lsin. Akalar, xohlasiz boqishga tayyor qilib, sizga akalar jo'natib, xonadoningizgacha yetkazib olib borib beriladi. Endi so'nggi partiyamiz uka, oxirgi narxini taqab chiroyli qilib bitta videoni oxirigacha kuzatgan inson aka-uka, pensioner hojdag'a hojonalarimizga 3 million so'mdan qo'yib qo'ydim. Sog'liqlar. Sog'liqlarni. Joningiz omon bo'lsin. 33 millionga aka Samarqandgacha yetkazib olib beraman. Chiroyli xayri bor. 11 ta. 11 tasi. Ye gap yo'q. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa aloqaga chiqaverasiz. Samarqandgacha dastavka xizmati bor. 3 million so'mdan xonadoningizgacha yetkazib olib borib beriladi akalar. Biz video syomkamizni mana shu yerda yakunlaymiz. Sizlar bilan keyingi syomkalarda ko'rishguncha deb qolamiz akalar.